2026-yilda qaysi aksiyalar sizga katta daromad olib kelishi mumkin? Bu videoda sizlar bilan top 5 ta fundamental barqaror, yuqori o'sish kutilayotgan va shu bilan birga dividend ham to'laydigan halol aksiyalar haqida gaplashamiz. Demak, boshladik. Assalomu alaykum barchaga. Men bugun sizlarga ko'rsatmoqchi bo'lgan kompaniyalar shunchaki oddiy, kichik yoki penny kompaniyalar emas. Bu kompaniyalarga pul kiritsangiz, sizning pullaringiz slif bo'lib ketmaydi, xuddi forex yoki kriptovalyutaga o'xshab. Bu kompaniyalarning barchasi o'zining sohasida yetakchi, tengsiz gigant kompaniyalar hisoblanadi. Demak, bizda birinchi kompaniya bu Meta. Bu kompaniya biz bilgan o'sha mashhur Facebook, Instagram, Messenger, Threads, WhatsApp kabi ilovalarni o'z ichiga oluvchi kompaniya. Bu kompaniyaning moliyaviy ko'rsatkichlariga qisqacha nazar tashlaymiz. Kompaniyaning moliyaviy ko'rsatkichlarini bilish uchun biz stockanalysis.com saytidan foydalanamiz. Bunga ko'ra kompaniyaning hozirgi narxi demak $652 tashkil qilmoqda va bugun bu aksiya 0.42% yurgan. Bu kompaniya qanchalik kattaligini bilish uchun buning bozor qiymati $1.65 trillion. Bu kompaniyaning daromadi deyarli $190 milliard tashkil qilgan. Moliyaviy ko'rsatkichlarni ko'radigan bo'lsak, bu yerda revenue, ya'ni daromadi ko'rsatilgan. Bu yerda yillik daromadi masalan 2020-yilda 85 milliard, 2021da 117 milliard, shunaqa qilib doimiy ravishda o'sib bormoqda. 189 milliard 2025-yilda. Bu yerda chorakliklarni ham ko'rsak bo'ladi. Chorakliklarda ham doimiy o'sish bor. Xo'p, bu kompaniya haqida tahlilchilarning fikrini ham bu saytda biz ko'rsak bo'ladi. Unga ko'ra bu kompaniyani 43 ta tahlilchi analiz qilib, umumiy xulosa strong buy, ya'ni kuchli sotib olish degan xulosaga kelishgan. Unga ko'ra o'rtacha 1 yil davomida, keyingi 1 yil davomida aksiya narxi $818 chiqishi kutilmoqda. Eng yaxshi natija bu $1117, ya'ni hozirgi narxidan 71% va eng quyi tahlil bu $645 tashkil qilmoqda. Bu hozirgi narxidan taxminan 1 yoki 2% past degani. Bu yerda biz bu kompaniyaning xodimlari haqida ma'lumot olishimiz mumkin. Masalan, bu kompaniyaning asoschisi va hozirgi boshqaruvchisi Mark Elliot Zuckerberg. O'sha mashhur, bu haqida kino ham chiqqan. Kim ko'rgan bo'lsa. Xullas, bu kompaniyani endi agar biz texnik tahlilini ko'radigan bo'lsak, texnik tahlilda ko'rishimiz mumkinki, daromadlar yildan yilga, chorakdan chorakka o'sishiga qaramasdan o'zining eng yuqori narxidan 26% tushgan edi va yaqinda yana ko'tarilishni davom etmoqda. Va agar oldingi narxiga yetsa ham hozirgi narxidan, demak bu 20% foyda degani. Biz bu videoda fundamental yoki texnik analizlarga chuqur kira olmaymiz. Sababi bu videoning bir necha soat bo'lib ketishiga sabab bo'ladi. Balki biz umumiy xulosalarni beramiz. Demak, bizga keyingi kompaniya Nvidia kompaniyasi. Nvidia kompaniyasi ko'pchilikka kompyuterlar uchun video karta ishlab chiqarish bilan tanilgan. Lekin bu kompaniyaning asosiy faoliyati chip ishlab chiqarish. Ya'ni sun'iy intellektga asoslangan chiplar ishlab chiqarish. Hozirda ChatGPTdan tortib o'zi yurar avtomobillargacha barchasi aynan mana shu Nvidia kompaniyasining chiplarida ishlaydi. Bu kompaniya butun chip bozorining dunyodagi 80%ni nazorat qiladi. Yaqinda bir necha oy avval Trump, Elon Musk va Nvidia kompaniyasining rahbari Saudiyaga tashrif buyurib, Saudiya bilan naqd $600 milliard shartnoma imzoladi. Bu shartnomaga ko'ra har yili Nvidia kompaniyasi Saudiyaga 500,000 dona o'zining chiplarini sotadi. Xo'p, kompaniyaning biz moliyaviy ko'rsatkichlariga keladigan bo'lsak, bu kompaniyaning bozor qiymati hozirda $4.39 trillion tashkil qilmoqda. Bu biroz tushgani sababi oktyabr oyining oxirida va noyabr oylarining boshlarida kompaniya eng yuqori narxga chiqqan, ya'ni $206 ga. Hozirda $180 tashkil qilmoqda. Va o'shanda buning market kapitalizatsiyasi, ya'ni bozor qiymati $5 trillion oshgan edi. $5 trillion qanchalik kattaligini tasavvur qilishingiz uchun dunyoda faqatgina 2 dona davlatning yalpi ichki mahsuloti $5 trillion katta. Bular Amerika Qo'shma Shtatlari va Xitoy.
Ya'ni qolgan barcha davlatlarning yalpi ichki mahsulotlari 5 trillion dollardan kichik. Lekin mana bu kompaniyaning o'zi 5 trillion dollarga baholangan. Demak, bu kompaniyaning daromadi 187 milliard dollarni tashkil qilgan va o'shandan eng qizig'i sof daromadi, sof foyda deyarli 100 milliard dollar. Tarixdagi natijalarga qaraydigan bo'lsak, ko'rishimiz mumkin, kompaniya oxirgi 2-3 yilda juda ham katta o'sish qilgan. Biz yuqorida aytganimiz kabi, bu yerdagi ko'rsatkichlarni hammasiga chuqur kirmaymiz, balki eng asosiylari, eng muhimlariga kiramiz. O'shalardan eng muhimlari bu sof foyda. Sof foydani ko'radigan bo'lsak, oxirgi bir necha yil ichida 2-3 barobarga hattoki oshgan. Va bu kompaniyaga tahlilchilarning fikri hozirgi narxidan 37% o'sishni ko'rsatmoqda. Ya'ni hozir narxi 180 dollar va o'rtacha o'sish keyingi yilga 248 dollarni tashkil qilmoqda. Bu hozirgi narxidan 37% foyda. Eng optimistik tahlil esa 352 dollar. Ya'ni hozirgi narxidan deyarli 2 barobar ko'p degani. Yoki eng pessimistik tahlil bu 100 dollar, ya'ni hozirgi narxidan 44% pastda degani. Bu yerda bu kompaniya qancha dividend to'lashi ko'rsatilgan. Bu yerda misol uchun 4 sent har bir aksiyasi uchun 4 sent to'laydi. Nima uchun bunaqa 5 trillion dollarlik kompaniya buncha kam dividend to'laydi deyishingiz mumkin. Sababi bunaqa kompaniyalar rivojlanayotgan kompaniya hali ham va asosiy foydani reinvestitsiya qiladi, ya'ni оборотga tikadi. Rus tilida aytganda, ya'ni o'ziga qayta investitsiya qiladi. Yana ham yuksalishi uchun, rivojlanishi uchun. Demak, bu kompaniyaning texnik analiziga o'tadigan bo'lsak, ko'rishimiz mumkin, bir necha yildan beri bu kompaniya o'sish trendida va hozirgi narxi 180 dollardan tashkil qilmoqda. Mana bu yerga biz bu yerdan resistance chizsak bo'ladi, qisqacha tahlil qiladigan bo'lsak, va bugun bu kompaniya demak hammer yasagan, ya'ni texnik analizdan biroz xabar borlar biladi, bu ham o'sish uchun bir signal. Bizda 3-kompaniya Oracle kompaniyasi. Bu kompaniya katta korporatsiyalar, hukumatlar va moliyaviy institutlar uchun ma'lumotlarni onlayn saqlash xizmatini taklif qiladi, ya'ni cloud xizmat. O'zbekchada bulut xizmat. Bu kompaniya oxirgi yillarda sun'iy intellektga katta investitsiya kiritmoqda. Xususan, biz yuqorida ko'rgan Nvidia kompaniyasining eng katta va asosiy sheriklaridan biri hisoblanadi. Kompaniyaning fundamental tahlillariga o'tadigan bo'lsak, bu kompaniyaning hozirgi bozor qiymati 566 milliard dollarni tashkil qiladi. O'tgan yildagi daromadi esa 61 milliard dollarni, shundan 15 milliard dollar foyda qilgan. Bu kompaniyaning oxirgi bir necha yildagi daromadlarini ham ko'radigan bo'lsak, faqat va faqat yuqoriga o'sish qayd qilib kelyapti. Biz yuqorida aytganimiz kabi, bu kompaniyalarning barchasi fundamental kuchli va barqaror kompaniyalar hisoblanadi. Bu kompaniyaga tahlilchilar hozirda juda ham ijobiy qarashmoqda va tahlilchilarning xulosasiga ko'ra kompaniya keyingi 1 yil ichida 58% o'sish qayd etishi kerak. Va o'shanda kompaniya aksiyasi 311 dollarni tashkil qiladi va eng optimistik ko'rsatkich esa 400 dollar va hozirgi narxdan 2 barobar ko'p degani. Eng pessimistik qarash 175 dollarni tashkil qilmoqda. Bu hozirgi narxdan 11 yoki 12% pastda degani. Kompaniyani texnik analiz qiladigan bo'lsak, oxirgi bir necha yil ichida yaxshigina o'sish qayd qilgan, lekin Oracle kompaniyasi oxirgi bir necha oy davomida biroz tushgan va hozir sotib olish uchun juda ham zo'r vaqt mening nazarimda. Va bu yerda biroz texnik analiz qiladigan bo'lsak, agar aksiya narxi oldingi narxiga, ya'ni 340 dollarga chiqsa, bu degani hozirgi narxdan demak 71% foyda degani. Ya'ni 1000 dollar pul tiksangiz 700 dollar foyda bo'ladi. 4-aksiya CRM kompaniyasining aksiyasi. CRM barchamizga ma'lum, ya'ni bu kompaniya o'zi aslida qisqartma so'z bo'lib, CRMning to'liq yoyilmasi Customer Relationship Management, ya'ni tarjimasi mijozlar bilan munosabatlarni boshqarish. CRM kompaniyalarga sotuvlarni va marketingni boshqarishga, mijozlar bilan ishlashga yordam beradi. Bu kompaniyaning bozor qiymati 245 milliard dollarni tashkil etadi va uning oxirgi daromadi 40 milliard dollarni tashkil etadi. Undan 7 milliardi sof foyda. Bu kompaniyani ham oxirgi bir necha yildagi daromadini ko'radigan bo'lsak, faqat o'sishda barqaror bo'lib kelmoqda va bu kompaniyaga tahlilchilarning fikri 324 dollarni taxmin qilishmoqda. Hozirgi narxi 262 dollar va agar 324 dollarga chiqsa, bu hozirgi narxidan 23% yuqoriga o'sdi degani. Eng optimistik narx 405 dollar, ya'ni 54% va eng pessimistik narx bu 221 dollar, ya'ni 15%.
Kompaniya texnik tomonlama ham juda ham zo'r narxda turibdi va kompaniya agar hozirgi narxidan oldingi eng yuqori narxiga ko'tarilsa ham bu 40% foyda degani. 5-kompaniya Copart kompaniyasi. Bu kompaniya avtomobillar auksion kompaniyasi. Ya'ni ishlatilgan va shikastlangan avtomobillarni onlayn sotishga ixtisoslashgan. Kompaniyaning fundamental holati ham juda yaxshi. Uning hozirgi bozor qiymati 37,5 milliard dollarni tashkil qilmoqda va uning oxirgi daromadi demak 5 milliard dollarni, o'shandan 1,5 milliard dollar sof foyda. Kompaniyaning daromadlari ham ko'rishingiz mumkin, yildan yilga o'sib bormoqda va bu kompaniyaga ham tahlilchilar juda ham ijobiy fikr bildirishgan. Unga ko'ra, o'rtacha keyingi 1 yillikda kompaniyaning narxi 47,6 dollarga chiqishi ko'zlangan. Bu kompaniyaning eng optimistik narxi 62 dollar, ya'ni hozirgi narxidan 60% yuqori. Eng pessimistik ssenariy bo'yicha kompaniya 33 dollarga tushishi mumkin, ya'ni hozirgi narxidan 14 dollar pastga. Bu kompaniyaning texnik holati ham juda ham yaxshi. Hozirda bu yerda resistance zonasida turibdi. Agar oldingi, ya'ni 64 dollar narxiga chiqsa, hozirgi narxdan bu 65% foyda degani. Demak, bular men tanlagan 5 ta aksiyalar. Bularning barchasi Islamically Screening ilovasiga ko'ra halol. Shuni bilingki, bular moliyaviy maslahatlar emas, shunchaki mening shaxsiy izlanishlarim natijasi xolos. Lekin bu degani shunchaki ChatGPTdan yoki internetdan topib olingan aksiyalar emas. Bu 5 ta aksiyadan 4 tasini shaxsan o'zim real sotib olganman va qolgan bittasini ham yaqin orada sotib olishni rejalashtirganman. Kuchli trader, kuchli investor hech qachon kimdir aytganligi uchun, kimdir sotib olganligi uchungina ko'r-ko'rona sotib olavermaydi. Balki o'zi ham mustaqil tahlil qiladi, o'zining strategiyasiga solib ko'radi, keyin qaror qabul qiladi. O'zingizni ehtiyot qiling. Assalomu alaykum.